Hijama haqida juda ham ko'p mavzular bor. Hali yangi mavzular, yangi fikrlar paydo bo'ladi. Ba'zilar hijomani to'g'ri desa, ba'zilar noto'g'ri deydi. Endi mana Ramazon oyining kelishi munosabati bilan hijomani o'sha Ramazon oyidan oldin bir marta oldirib qo'yilsa, chanqoqlarga ham yaxshi bo'ladi. Ko'p chanqamaydi odam, ya'ni qonning quyuqligi ketib, suyuqligi ko'proq bo'ladi deb aytishadi. Ammo biz mana shu bir oyda bir marta hijama qildirishlikni, ayniqsa davlinasi baland yuradiganlarga, qoni quyuqlarga tavsiya eta olamiz. Qish faslida, noyabr, dekabr oylari uchun, yanvar oylari uchun ayniqsa quyuq ovqatlarni ko'p iste'mol qilib, kam harakatda bo'lgan, kam terlagan odamlarda hijama qilishlik juda ham foydali hisoblanadi. Ayniqsa mana hozir qishning chillasi ketdi, endi hijama qilishlik juda ham yaxshi foyda beradi. Hijama haqida sizda masalan bir oy oldin hijama bo'ldi va bugun ikkinchisi bo'ldi. Buning foydalari haqida o'zingiz ayting. Assalomu alaykum. Hijama haqida men bir oy oldin olgan edim. Yaxshi, davlana yuqori qon bosimi bilan kelgandim. Shamollanishlarim bo'yicha natija yaxshi bo'ldi. Mana hozir keldim, hozir yana oldim. Hijamani tavsiya qilaman hammaga olishni. Ro'zadan oldin bir tozalanib, nima qilishi yaxshi. Tavsiya etaman, rahmat. Qanday alomatlari bor edi o'sha davlena ko'tarildi degandan tashqari yana buyrakda yoki boshda og'riqlar bo'lardi, hammasi lanchlik bo'lardi. Hozir o'sha narsalar yo'q. Yengil odam yaxshi ilgib turibdi. Natija yaxshi hozir ham mana. Natija yaxshi. Oldim mana. Tavsiya qilaman. Sizda ham yaxshi bo'ladi. Bemalol olib, qayerda bo'lsa hijomani, qayerda bo'lsangiz hijomani olishlikni shunchaki tavsiya qilamiz. Ko'p emas. Mana hozir biz bu kishiga 23 ta banka qo'ydik gavdalariga yarasha, lekin chiqayotgan qonning miqdori 70-80 gram atrofida bo'ldi. O'sha qon ham emas, u shunchaki tromblar hisoblanadi. Endi agar siz hijoma qildirsangiz, organizmda qon aylanish sistemasi yaxshilanadi. O'z-o'zidan salomatligingiz tiklanib, ko'zlar ochilib, uyqular joyiga kelib, ishtaha ochilib, o'zingizni sog'lom his qilib boshlaysiz. Lanchliklar ketadi. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.